Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Kutganmidinglar? Tayyormisizlar? Hurmatli obunachilar, bundan oldingi videomizni qanaqa bang'illab ketgan ko'rdlaring. Men sizlarga hozir videoda oxirigacha ko'rsalaring, ko'z ko'rib, quloq eshitmagan narxlarda moshni skidka qilib beraman. Eslatib o'tamiz, bu videoda bir hafta, 10 kun yoki 1 oy oldin gilom olgan odamlar ko'rish tavsiya etilmaydi. Tayyormisizlar? Gap cho'zib o'tirmaymiz. Ketdik. Men sizlarga bugun ishonish juda ham qiyin bo'lgan narxda, bilmayman nechta gilom qo'yaman, lekin hozir hayolimda o'ylab qo'ygan narximga buni nima deydi? Sotish deydimi? Sizlar uchun imkoniyat deydimi? Sizlardan faqat like, obuna va kommentariyada samimiy izoh. Chunki eslatib o'taman, bu narxlar faqat bizni videoga, mana shu videoga like bosgan, bizga obuna bo'lgan hamda bizni qo'llab-quvvatlab izoh yozgan mijozlarimiz uchun amal qiladi. Boshlanishi ketdi. Mayda shunday razmerlardan bas katta 4 ga 5 o'lchamdagi gilomimizdan boshlaymiz. Mun qaranglar, jigarlar mana shu gilomni guli yoqsa, izohlarda yozib ketasizlar va mana shu videoga like bosib qo'yasizlar. Opale. 4 ga 5 o'lchamdagi gilomimiz. Rasvetkalarni o'zlaring ko'rib bitta baho beringlar. Orqalari 100% kanop to'qimali bo'ladi, ko'rishlaring mumkin. Hech qanaqa rezinka, bezinka unaqa aralashmagan. Sifatlari ro'zg'orbop, bozorda o'rtacha 1.400.000, 1.500.000 so'm atrofida sotilyapti. Mana shu bitta gilomda o'zi. Endi videoda oxirigacha ko'ringlar hamda like bosib, hozirroq obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Chunki eslatib o'taman, yana bu narxlar faqat bizga obuna bo'lgan mijozlar uchun amal qiladi. Ikkinchi razmerga diqqat qilasizlar. Ikkinchi razmer nechiga nechi deb o'ylaysiz? 3 metrga 6 metr. Gilomda guli shunaqangi chiroyliki, bozorda 4 million 5 million so'mga ham bunaqa chiroyli gilomlar ola olmaysiz. Ketdi. Gilomni gulini o'zlaring baho beringlar, birdan 10 gacha. Eng muhimi videoda oxirida narxi bo'ladi. Hayajonlanishlaringga, bu videoga kommentariy yozishlaringga, albatta like bosib, bizni qo'llab-quvvatlashlaringga arziydigan narx bo'ladi albatta. 4 ga 5, 3 ga 6 metr. 3 ga 6 ni o'zi bozorda o'rtacha 1.350.000 dan 1.550.000 gacha sotilyapti. Hisoblab turinglar. Oxirida narx aytaman, hisobda adashib ketmasalaring bo'ldi. 3 ga 6 metr bo'ladi. Undan keyingisi men sizlar uchun maxsus 3 ga 5 o'lchamda rosa ko'pchilik so'ragandi. Qo'yganga yarasha eng chiroyli, eng sifatli ranglarda to'qilgan gilomlarni qo'yib boryapman. Hozirroq like bosib qo'ying. Xo'pale. Yana eslatib o'taman, bu videoda yaqin orada gilom olganlar ko'rishi tavsiya etilmaydi. Pepenli svet hamda oq kombinatsiya qilingan novi dizaynimiz. Razmerlari 3 ga 5 bo'ladi. Bozorda o'rtacha 1.200.000, 1.300.000 so'm atrofida sotilayotgan gilomimiz. Soniga va nimasiga adashib ketib olmanglar. 3 ga 5, 3 ga 6, 4 ga 5. Mayli sizlar uchun hozirroq like bosib qo'ying jigar. Sizlar uchun mayli bitta addushi. Ko'p o'ylantirib o'tirmaymiz. Eng chiroyli sifatli gilomlardan sizlar uchun qo'yib berib boramiz. Bo'lsa bo'lsin, sizlarga bo'lsin jigarlar. Xo'p. Keyingi o'lchamimiz nechiga nechi bo'lsin? Hoppa. 4 ga 5 ekan, 4 ga 5 qo'yganmiz. Mayli. Sizlar uchun bitta arziysizlar, mana shu joyga like bosib qo'yinglar. Bitta 3 metrga 4 metr. Yana bitta olibta gulidan. Orqalari 100% to'qimali bo'ladi. 4 ga 5, 3 ga 4, 3 ga 5, 3 ga 6 razmerlar qo'ydik. Yana bitta katta razmer qo'shib qo'ysam nima deysizlar shu joyiga? Qo'llab-quvvatlab like bosib tursalaring, shu joyiga bitta. Nechiga nechi so'rashgan edi mendan videolarda 4 ga 4. Sizlar uchun bonusga 4 ga 4 dan qo'shib qo'ysam nima deysizlar? Eslatib o'taman, hozir qo'yadigan narximiz faqat bizga obuna bo'lgan, mana shu videoga like bosgan hamda kommentariyada samimiy izohlarni yozib qoldirgan mijozlar uchun amal qiladi. Nechta bo'ldi sanab o'tsalaring, uje mana 5-sini qo'yapmiz. 4 ga 4 o'lchamdagi
gilomimizdan. Rangiga o'zlaring bitta baho berib qo'yasizlar. Opa! Eng chiroyli dizaynlar va eng qulay narxlarda sizlar uchun hoziroq like bosib qo'yinglar. Narxini taxmin qilib turinglar. Sizlar o'ylagandan arzonroq aytadigan bo'lsam, hoziroq obuna bo'lib qo'yasiz va bu videoda ginom oqtarib yurgan tanishlaringizga jo'natib qo'yasizlar. 4x5, 3x5, 3x6, 3x4, 4x4 o'lchamlar bo'ldi. Bozorda o'rtacha 1,5 million so'm atrofida sotilayotgan ushbu gilamlarimizni umumiy qiymati qancha bo'lganini yozib ketasizlar. Sizlar uchun mayli. 4x4 dan tashqari mana bitta hurmatli obunachilar 2x3 razmerdagi gilomimizdan bitta bonusga qo'shib beramiz. Undan tashqari mana ichidan shu ham chiqib qoldi. Mana shu narsani ham sizlarga bonus qilib qo'shib beramiz. Nima bo'lyapti jigarlar? Narxini eshitishga tayyormisizlar? 4x5, 4x4, 3x4, 3x5, 3x6 razmerdagi gilomlarimiz. Undan tashqari 2x3 hamda 1x1,5 o'lchamdagi gilomlarimiz. Общий hammasining narxi qancha bo'ldi o'ylaysiz? Hozir men sizlarga shunaqangi bitta narx aytaman. Videoda shu joyigacha ko'rganlar afsuslanmaydi. Narxi atiga mana shu barcha gilomlar 349 dollar bo'ladi. 7 ta gilom ekranda kommentariyada nomerlar turibdi. Telegram kanal, Instagram kanal, manzillar hammasini kommentariyada qoldiraman. 349 dollarga 7 ta gilom. Jigarlar, bunaqasi faqat Ma'murjon Ergashev kanalida bo'ladi. Sog' bo'lasizlar.